Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Sizlarni avvalambor xalqaro ingliz tili olimpiadasining respublika bosqichiga chiqqaningiz bilan tabriklayman va sizlarga shu haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Ma'lumki, bu xalqaro olimpiada 2 turda olib boriladi. Kichik guruhlar uchun hamda katta guruhlar uchun. Siz ayni damda respublika bosqichida bo'lsangiz, bu haqida allaqachon ma'lumotga egasiz. Baholash masalasida keladigan bo'lsak, bu biroz viloyatdan va tuman bosqichidan farq qiladi. Keling, juniorlardan boshlaymiz. Kichik, ya'ni junior kichik sinflarimizda siz viloyat bosqichida qaysi o'quvchilaringiz bilan ishtirok etdingiz, xuddi mana shu o'quvchilar bilan ishtirok etasiz. Ma'lum bir sabablarga ko'ra o'quvchingiz ishtirok eta olmasa, afsuski boricha. Masalan, 5 ta bilan ishtirok etgansiz, bittasi ishtirok etmayapti. 4 tasidan davom ettirishga majbursiz. O'quvchi qo'shish respublika bosqichida mumkin emas. Endi ular bu bosqichda respublika bosqichida 100 ballik tizimda baholanishadi. Ularning birinchisi, ularning loyiha ishisi o'sha, siz viloyatdan nima loyiha ish bilan chiqqansiz, o'sha 30 ballik tizimda baholandi. Xuddi yana o'sha 7 minut asosida, kriteriyalar asosida baholanishadi. Va endi siz o'ylashingiz mumkin, yangi loyiha ishlab chiqamiz deb. Yo'q, umuman o'sha loyihangiz, o'sha g'oyangizni biroz yanada yaxshilab sayqalab siz viloyat bosqichida ishtirok etgan paytingizda sizning raqobatchilaringiz u paytda olimpiada haqida ma'lumoti bor edi, olimpiada haqida ma'lumotlar yo'qlari bor edi. Lekin endi siz nima uchun men sayqallang yanada yaxshiroq uni takomillashtirib ishtirok eting deyapman. Sababiki u yerda har bitta viloyatdan bir necha jamoalardan g'olib chiqqan, bir necha komandalardan g'oyasi zo'r bo'lgani kelyapti. Bu deganiki, sizdagi g'oya ularning g'oyasi oldida biroz sayoz tuzilishi mumkin. Shuning uchun ham albatta o'zingizning g'oyalaringizni har jabhadan o'ylab ko'ring, tanqidiy jihatdan ham o'ylab ko'ring. Bo'ldi, bizaniki zo'r deb o'ylamangda, yana tanqidiy ko'rib chiqing. Bir nechta odamlarga o'quvchilaringizning prezentatsiyasini ko'rsating, qani tushuntira olishyaptimi? Ular savol berishsa, random savollar bergan paytda o'quvchilaringiz javob bera olyaptimi? O'sha holatlarga o'quvchilaringizni tayyorlang va o'zingiz ishlab chiqqan loyihangizni yanada yaxshilashga harakat qiling respublika bosqichida. Va bunda 7 minut vaqt beriladi, 30 ballik tizimda baholanadi. Ikkinchisi sahna ko'rinishimiz. Bu safar o'sha xuddi sahna ko'rinishi, faqat o'quvchilaringizning rolga kirishini, sahna dekoratsiyasini, aketadan foydalanishni, orqasida background qo'yasizmi, sound qo'yasizmi, u sizga bog'liq. Yanada yaxshiroq formalarga e'tibor bergan holatda siz o'quvchilaringizni 7 minutdan oshmagan taqdirda ravon nutq bilan o'quvchilaringizni tayyorlashingiz kerak va bunda siz 40 ballik tizimda baholanasiz. Ana endi sizga yangi g'oya, yangi shart, bu audio-vizual ko'rgazma hisoblandi. Videolavha bo'lishi kerak. Bu o'quvchilaringizning ishtiroki asosida 30 ballik tizimda baholandi. Bu nima degani? Bu senior komandada ham, junior komandada ham bir xil, shuning uchun birdaniga tushuntirib boraman. Shunday volontyorlik ishlari borki, u pul to'lanmaydi, lekin o'quvchilar ko'ngilli bo'lib, uni borib u ishlarni amalga oshadi. Xayriya ishlari pul berishadi yoki hamma uydan nimadir olib kelib yordamga muhtoj oilalarga ular o'zlarini tarqatib chiqishadi yokida ular o'zlari ma'lum bir joyni ko'rishadi, juda ayanchli ahvolda, lekin jamoat joyi, o'sha yerni yaxshilab tozalashlari, do hamda posle holatlarini ko'rsatasiz videoingizni formatida. O'quvchilaringiz ko'chalarni tozalayotganliklarini yoki ishdan chiqqan qanaqadir playgroundlar bor, uni bir bo'yashyapti yoki ma'lum bir eski holatlari bo'lsa, sal yangilanishyaptimi? Xullas, jamoat joylaridagi insonlar faoliyat olib boradigan, o'z ehtiyojiga ishlatadigan joylarni ayanchli holatidan, yomon holatidan sizning o'quvchilaringiz yaxshi holatga olib chiqayotganligini u yerda gapirishlar bo'ladi. Misol uchun mana bu holatda biz kelishib mana shuni qilishga qaror qildik degani kreativ yondashuvlar bilan kelib, videolar bilan, CapCut'dagi ilovalar bilan albatta ishlang bu yerda. To'g'ridan-to'g'ri oddiy video qilmang. Chiroyli effektlar bilan qilib, xullas siz volontyorlik ishini bepul, lekin tozalash, xayriya qilish, yordam berish kimlargadir ana shunaqa holatlarni o'quvchilaringiz bilan amalga oshirib, uni video tarzida olib va uni amalga oshirishingiz kerak. Videoingizning taqdimoti ham xuddi shunday 7 minutdan oshmasligi kerak. Kam bo'lsa hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi, ortiq bo'lsa afsuski balingiz ayrilishiga asosiy sabab sifatida xizmat qilishi mumkin. Bu sizga 30 ballik tizimda baholanadi. Umumiy o'quvchilaringiz 100 ballik tizimda juniorlar baholanadi. Keling endi seniorlarga o'tamiz. Seniorlarning baholanishi bu safar sal kattaroq, ular 200 ballik tizimda baholandi respublika bosqichida. Bunda birinchisi loyiha ishimiz xuddi o'sha 30 ballik tizimda baholandi, 7 minut beriladi. Xuddi juniorlarga nima degan bo'lsam, xuddi o'sha narsa. Albatta yaxshiroq sayqalab ko'ring. Respublikada zo'rdan zo'r komandalar keladi. Hammasining ichidan saralab olingan g'oyalarning superlari keladi. Siz undan yanada yaxshiroq bo'lish uchun albatta izlaningda, sal yaxshilab, undan ko'ra takomillashtirib, viloyatda ko'rsatganingizdan yanada yaxshiroq takomillashtirib, albatta uni hakamlar hay'atiga taqdim qilishingizni albatta so'rab qolamiz va xuddi o'sha narsa o'quvchilaringizning tarkibi viloyatda qaysi bo'lsa, xuddi o'sha ishtirok etishi shart bu nizom asosida. Va teatrda siz bu safar 40 ball olasiz, 40 ballik tizimda baholandi, 7 minut davomida bu davom etadi va albatta sahna dekoratsiyasiga alohida e'tibor bering. Shaxsan o'zim komandam bilan ishtirok etgan paytda sahna dekoratsiyasi har bir detallarigacha e'tibor berganimiz uchun biz 30 dan 30 olganmiz viloyat bosqichida. Albatta siz ham tavsiya etgan bo'lardim. Har bitta sahna ko'rinishingizga kerakli narsami, u yerda proyektorlar bo'ladi, sizga kerak bo'lgan barcha narsalar bo'ladi. Ular aketadan maksimal harakat qiling ishlatishga, sound effektlardan ishtirok eting. Har bir jihozlargacha pechatka kerak bo'ladimi, maska kerak bo'ladimi, har bitta detallargacha sahna ko'rinishingizga nima kerak, o'shani sahna muhitini, haqiqiy teatr atmosferasini yaratib berishga harakat qiling va buning uchun siz 40 ballik tizimda baholanasiz o'quvchilaringiz bilan. Albatta o'quvchilaringizning ishtiroki ham teng bo'lishiga, buni oldingi videolarda ham aytganman, balansni saqlang. Bitta lider o'quvchi bilmasligi kerak.
o'sha teatringizda ko'rsatgan balingizda viloyatda nima bilan olib chiqsiz, xuddi o'sha narsani olib chiqing va aytganimdek yanada yaxshiroq, yanada nimadir qo'shimcha qilib. Shunday qarangki, sizning tayyorlayotgan loyihangiz, siz tayyorlayotgan teatringiz albatta jurilar uni tomosha qilgan paytda ham mana bu boshqacha g'oya, mana buni olib chiqsa haqiqatan bo'ladi, xalqaroga yuborsa bo'ladi deb yuragi jiz etish kerak. Shuning uchun albatta tanqidiy yondashing, o'zingiznikiga hamma vaqt tanqidiy yondashib, keyin bitta sifatli narsaga erisha olamiz. Bir nechta o'qituvchilar jamoasiga ko'rsating, kerak bo'lsa maktabingizga uni ko'rsatib bering. Qani o'quvchilar qanday qabul qilyapti? Siz prezident qilayotgan narsani ular tushunib yetyaptimi? Albatta buni yangilab, sayqallab, keyin respublika bosqichiga o'quvchilaringizni olib chiqing. Va keyingi bosqichimiz bu test. Bu paytda testimizning soni oshadi va baholashi endi 50 balldan emas, testni o'zi uchun alohida 100 ball beriladi. Test soni sal oshadi. O'quvchilaringiz testdan 100 ball oladi. Shuning uchun o'quvchilaringizni yaxshilab tayyorlang bu sohaga. O'zining grammatikasini, reading ko'nikmasini albatta o'quvchilarimiz takomillashtirib chiqsin. Va oxirgisi, xuddi boya aytganim, audiovizual loyiha. Bu deganki, volontyorlik ishi. Siz o'quvchilaringiz bilan kelishib, ma'lum bir yordamga muhtojlarni yoki qarovsiz qolib ketgan yerni tozalashlarini, daraxtlarni oqlash deysizmi, ayni paytda bahor juda ko'p ishlarni qilish mumkin. Ehson ishlarimi yoki volontyorlik bo'lib qayergadir konsert shoular qo'yib berasizlarmi? Albatta hammasi tekin bo'lishi kerak, ustozlar, esdan chiqmasin. Ana shularni hammasini video sifatida 7 minutdan oshmasdan siz chiroyli qilib tayyorlab qo'yasizlar. Boya aytganimdek, prosta video qilmang, effektlar qo'shing, uni chiqishlariga e'tibor bering, uni kreativligiga e'tibor bering va o'quvchilaringiz video davomida albatta gapirishlari shart. Uni qanaqadir boshlash u sizga bog'liq. Albatta uni o'quvchilaringiz bilan kelishing. Video 7 minutdan oshmasligi kerak. Volontyorlik ishi, tozalash, xayriya, ehson, yordam, qanaqadir joylarni remont qilish, o'zlaringizning potensiallaringizdan kelib chiqib, sal kraska qilish, masalan uchun uni to'g'rilab qo'yish, bu juda usta bilan bog'liq narsalar emas. O'quvchilarimiz ham qila oladi bu narsani. Albatta shu narsalarni chiroyli videoga, sifatli, ovozlar, shovqinsiz, chiroyli video syomkasini ham olishni unutmang. Va oxirgisi 10 ballik nima? Hozirgacha 190 ball bo'ldi bizda. 10 ball nima uchun baholanadi? Barcha shartlar asosida o'quvchilaringiz teng ishtirok etganligi. O'quvchilar hammasi faol ishtirok etib, barisi gapirib o'zining ko'nikmasini, salohiyatini ko'rsata olganligini o'zi 10 ball alohida kriteriya sifatida baholangan. Shuning uchun hamma vaqt ham aytganman, o'quvchilaringiz orasida balans saqlang. Kimgadir zo'r rollarni berib, kimgadir sal passivroqlarni berib emas. Balans bo'lishi kerak. Shuning uchun ham o'quvchilaringiz alohida respublika bosqichida 10 ball participation equal degan joylarda baholash sifatida alohida inobatga olinadi va bunda respublika bosqichida senior komandalarimiz 200 ball asosida baholanishadi. Umid qilamanki, sizga bergan ma'lumotimiz foydali bo'ldi va siz xalqaro olimpiadaning aytib o'tilgan nizomlarga, aytib o'tilgan shartlarga tayyorsiz va bir maslahatlarimizni inobatga olib, o'quvchilaringiz bilan qilgan ishingizni bir ko'rib chiqib, keyin respublika bosqichiga borsangiz, albatta sizdan xalqaro olimpiada o'quvchilarining ustozi degan maqomini olishga imkon yaratilgan bo'ladi. Agarda bergan ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bizni kuzatishni davom eting va biz kerakli ma'lumotlarni berishdan sizga mamnunmiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Aytgancha, hammaga omad.